Oliy ta'limni bitirgan paytimizda men ham o'zim tengilarni 80-90% qatori juda katta pul topishni maqsad qilgan insonlardan biri edim. 185 ming oylik oladigan paytimizda 232 ming bir kunda pul topgan kunimiz ham bo'ldi. Bir kuni shunday bo'ldiki, ukam telefon qilyapti-da, "Aka, men Toshkentga ordinaturaga o'qishga kirdim" deyapti. Men aytayapmanki, "Necha pul ketdi?" deydi. Qaror qabul qilish kerak. Bu yerda 1 million 200 ming oylik beradi. Men 1 million 200 mingni bu yerda 4 kunda topishim mumkin. 1901-yildan 2003-yilgacha bo'lgan oralig'ida 586 nafar insonlar Nobel mukofotini oladigan bo'lsa, bularning ichidan birortasi O'rta Osiyodan emas. Nimaga? Aytayaptiki, men kun keladi, albatta shu Nobel mukofotini olaman. Olganimda o'sha zalda o'tirganlar ichida meni minbarga nutq so'zlashga chaqirishadi. O'sha zalda otam o'tirgan bo'ladi va men aytamanki, bu minbarda so'zlashga haqliroq meni otam. Darsni boshlashdan oldin doskaga 20 ta raqamni yozdi. Dars tugatdi. Tugatgandan keyin haligi raqamlarni yozib beringlar. Men 2 dona raqamni yozib berdim, eslab qolgan. Men qizim 12 ta raqam yozib berdi. 20 tadan haligi men aytgan bola 15 ta raqamni yozib berdi. Qoyil qoladigan tarafi 15 ta raqamni tartibini ham bir xil yozgan. Keyin otasini topib, shu bolani biz litsey internatiga kirgiz, maktab internatiga qabul qilaylik, bizga bering desam, yo'q, bu mashina ustasi bo'ldi. Men Rahim Shavkatjon, ta'limning turli sohalarida 18 yillik stajga ega pedagog. Qisqacha o'zim haqimda, oliy ta'limni bitirgan paytimizda men ham o'zim tengilarni 80-90% qatori juda katta pul topishni maqsad qilgan insonlardan biri edim. Biz shu maqsadda ish joylarini qidirdik va ishga joylashdik. Qaysidir ma'noda o'sha maqsadimizga yetdik desa ham bo'ladi o'sha payt uchun. Sababi 185 ming oylik oladigan paytimizda, ya'ni qo'shimcha kompyuter xizmatlarini darsdan tashqari payt yo'lga qo'yganimiz hisobiga 232 ming bir kunda pul topgan kunimiz ham bo'ldi. Ya'ni oylik daromad, ya'ni bir oy ishlab topadigan pulimizdan ko'ra ancha ko'pini bir kunda topishga muvaffaq bo'ldik. Lekin qaysidir ma'noda yashashdan maqsad, ma'nolar yo'qdek. Faqat pul topish, faqat pul topish, faqat pul topish edi. Bir kuni shunday bo'ldiki, ukam telefon qilyapti-da, "Aka, men Toshkentga ordinaturaga o'qishga kirdim" deyapti. Men javobim juda ajoyib bo'lgan. Keyin o'zim ham o'ylanib yurdim. Ya'ni ukamga aytayapmanki, u xursandchiligini bo'lish maqsadida menga telefon qilyapti. Ordinaturaga o'qishga kirdim deb. Men aytayapmanki, "Necha pul ketdi?" dedi. Ya'ni yo'l kiringga, borib kelishingga necha pul ketdi deb so'rayapti. Endi bergan savolim shu bo'ladi. Ukam aytayaptiki, "Aka, qo'ysiz pulni. Men o'qishga kirdim" deyapman. "Nima xursand bo'lmaysizmi?" deyapti. Keyin o'ylab qolyapman, maqsad nima? Nima qilyapmiz? Nimaga yashayapmiz? Shu maqsad qo'ya olmay yurgan paytimizda ixtisoslashgan maktab internatdan ish taklif qilishyapti. Ya'ni o'quv tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimiga ishga o'tishdi. Qaror qabul qilish kerak. Bu yerda 1 million 200 ming oylik beradi. Men 1 million 200 mingni bu yerda 4 kunda topishim mumkin. Qaror qabul qilishcha qiyin bo'ldi, lekin ikkinchi ixtisoslashgan maktab internatiga o'tishga qaror qildim. Dedim, pul topilardi. Ikkinchi ixtisoslashgan davlat imtihon maktab internatiga o'tdim. O'tganimdan keyin u yerda ilmga chanqoq bolalar, tinimsiz o'zini ustida ishlaydigan ustozlar, ya'ni boshqa muhitga tushdi. Va o'quvchilarni ilmga bo'lgan qiziqishini, ya'ni o'quvchilardagi ishtiyoqni ko'rib, yangi maqsadlar paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni shu jarayonda Nobel degan narsa miyamga keldi. Ya'ni nimaga Nobel? Bugungi kunda dunyoviy ilmlarni cho'qqisi sifatida Nobel mukofotini oladigan bo'lsak, nimaga bizdan Nobel mukofoti oladigan olimlar chiqmaydi?
aslida Nobel mukofotini olishga haqli, loyiq insonlar bizda bo'lishi kerak. Sababi oddiy misol, bizni bobomiz bo'lgan Ibn Sinoni qilgan ishlarini boshqatdan, qaytadan ixtiro qilishi, boshqa qilishi 17 ta odam Nobel mukofotini oldi. 1901-yildan 2003-yilgacha bo'lgan oralig'ida 586 nafar insonlar Nobel mukofotini oladigan bo'lsa, bularning ichidan birortasi O'rta Osiyodan emas. Nimaga? Nimaga bizni bolalarimiz Nobel mukofoti ola olmaydi? Keyin shu narsani bolalarga singdirishni boshladi. Ya'ni o'zimiz ustimizda ishladik, pedagogikaga oid kitoblar o'qidik, ya'ni bolalarni yana ham ishtiyoqini oshirish, ularning maqsadlarini katta qo'yish, shu narsalarga harakat qilishni boshladi. Va qaysidir ma'noda bu maqsadimizga ham erishishni boshladik desa bo'ladi. Sababi o'quvchilarda Nobel mukofotiga bo'lgan ishtiyoqni, qiziqishni orttirdi. Masalan, bitta o'quvchimiz bir kun shunaqa eksperiment qilib ko'rdik. Aytdikki, har bitta o'quvchiga 1 minutdan vaqt beramiz. 1 minut vaqt. Ya'ni nutqlarini bilmoqchimiz. 1 minut vaqt. Xohlagan mavzuyingda chiqib gapir. Xohlagan mavzuyingda chiqib gapir. Chiqib o'quvchilar, men doktor bo'laman, bunaqa ishlar qilaman, men jamiyatga bunday foydam tegadi, odamlarga bunaqa yordam beraman. Kimdir chiqib, men ota-onamni hajga olib boraman, boshqa qilaman. Kimdir chiqib, men maktab qurib beraman deb, kimdir chiqib, maktabimni rivojlantiraman degan ma'noda hamma har xil gaplarni gapirdi. Shunda bir o'quvchimiz chiqyapti-da, aytayaptiki, men kun keladi, albatta shu Nobel mukofotini olaman. Olganimda o'sha zalda o'tirganlar ichida meni minbarga nutq so'zlashga chaqirishadi. Shunda nutq so'zlashga chiqayotganimda o'sha zalda otam o'tirgan bo'ladi va men aytamanki, bu minbarda so'zlashga haqliroq meni otam. Chunki meni shu darajaga, shu kunlarga kelishimga asosiy sababchi va hamma narsasidan kechib men uchun yashagan odam bu meni otam. Men otamni yaxshi ko'raman. Va sinfda o'z-o'zidan beixtiyor hamma qarsak chavordi. Eng zo'r nutq shu bo'ldi va o'yladiki, bolalarda nimadir bor. Nobelga nisbat. Nima bo'lyapti? Ya'ni bu yerda nimadir bermoqchi bo'lgan narsamiz shuki, bolalarni o'qitishda, ularga bilim berishda qilayotgan harakatlarimiz, boshqalarimiz ko'rib, ya'ni ota-onalar bilan ishlash jarayonlarida va pedagogikaga oid o'qigan kitoblarimiz, kuzatishlarimiz natijasida qayerlardadir ota-onalar va o'quvchilar o'rtasida nimadir muammolar bor. Masalan, bir o'quvchini olib kelishyapti-da. U o'quvchi biz suhbat qilyapmiz, maktab internetga qabul qilish, ya'ni imtihonga qo'yishdan oldin suhbat qilyapmiz. Har bitta o'quvchi bilan suhbat qilib olamiz oldin. Ya'ni suhbat jarayonida bola kirib aytayaptiki, kim bo'lmoqchisiz degan savolimga, men mashina ustida bo'lmoqchiman. Dadasi bilan ayasiga o'tiribdi-da, yo'q, doktor bo'ladi bu deyapti. Siz buni savol-javob qilib ko'ring. Savol-javob qilib ko'ryapmiz. Haqiqatda IQsi juda baland bolani va savollarni javoblarni beryapti juda chiroyli qilib. Mayli dedik, qabul qilamiz dedik, lekin o'zim uchun belgilab qo'ydim, mashina ustida bo'laman dedi. U bola maktab internetga qabul qilindi, maktabga kelyapti, o'qiyapti, haqiqatda zo'r, lekin o'zi xohlagan yo'nalishga ketmayapti. Qandaydir bosim bor u bolada. Ikkinchi bir holat, men o'zim kichkinaligida qizimni mental arifmetikaga olib boraman, darsga olib kiramiz, darsda kirib o'tirishadi. Shunda bitta bolacha keladi, 3 yoki 4-sinf bola. Mental arifmetikada nihoyatda ilmi zo'r. Men u bolaga qoyil qolgan joyim, darsni boshlayotganda Erkinjon degan mental o'qituvchisi bo'lardi, o'sha paytning yaxshi o'qituvchilaridan. Darsni boshlashdan oldin doskaga 20 ta raqamni yozdi. Shukat aka, siz ham ko'rib oling shu raqamlarni dedi. Xo'p, bitta qarab oldim. Bolalar ham ko'rib oldi, keyin o'chirib yubordi, darsni boshladi. Yarim soat dars o'tdi Erkinjon, o'tib bo'lgandan keyin dars tugatdi. Tugatgandan keyin haligi raqamlarni yozib beringlar.
man doskaga yozgan raqamlarni yozib berdim. Man 2 dona raqamni yozib berdim, eslab qolgan. O'sha 20 ta raqam. Men qizim 12 ta raqam yozib berdi, 20 tadan. Haligi men aytgan bola 15 ta raqamni yozib berdi. Qoyil qoladigan tarafi 15 ta raqamni tartibini ham bir xil yozgan. Ya'ni doskaga qanday yozgan bo'lsa shunday. Shunaqa talantli bola, men bu bolaga qiziqdimda, keyin otasini topib, shu bolani biz litsey internatga kirgiz, maktab internatga qabul qilaylik, bizga bering desam, yo'q, bu mashina ustasi bo'ladi. Ya'ni u bola o'zi doktor bo'laman deb, ya'ni darsga ham o'zi kelib, o'zi qatnashib, boshqa qiladi. Ya'ni ustaxonada ishlaydi, kelib darsga qatnashadi. Dadasi aytayapti, bu mashina ustasi bo'ladi deyapti. Mashina ustasi bo'laman degan bolani doktor bo'ladi. Ya'ni shunaqa muammolar. Ya'ni bolalarni to'g'ri yo'naltirib, ya'ni jamiyatga ko'proq foydasi tegadigan qilishimiz mumkin deb o'yladik-da. Bolalarda ilmlilarini Nobelga yo'naltiraylik, kasbga tortadiganlarini kasbga yo'naltiraylik degan maqsadda nimadir qilsak, nimadir qilishimiz kerak, nimadir qilish kerak deb o'ylab yurardik va shu loyihaga bugunga kelib asos solishga harakat qildik. Ya'ni maqsadimiz oddiy, shu videoni qo'ysakda, joylasakda, qaysidir bir ota-ona ko'rsa-da, ko'rib turib farzandiga to'g'ri yo'nalish bersa, bir dona bo'lsa ham insonlarga foydasi tegib qolsa, yoki bitta xonadonga bo'lsa ham xursandchilik kirib qolsa, shu bizga yetadi. Ya'ni bolalarga qandaydir foydamiz tegsa hisob. Ya'ni bizni o'qitayotgan bolalar ertaga jamiyat uchun ko'proq manfaat keltirsin. Shu, ya'ni to'g'ri yo'nalish tanlasin. Ota-ona bilan farzand o'rtasidagi masofa, qanaqadir uzoqlik bor. Ya'ni otalar o'tirib farzandi bilan kim bo'lmoqchisan? Kim bo'lmoqchisan? Deylik, bu mashina usta bo'lmoqchiman dedi. Mashina usta bo'lsa foydalar. Bu doktor bo'l deyapti. Otasi doktor bo'lsa nima foydalari bor? Shularni tushuntirib bersa, ko'rib turib, ya'ni masofani yo'qotsa-da, boshqalarni qilsa. Va ilmga qiziqqanlar uchun maktab internatda, ya'ni asosan biz ilmga qiziqqanlari kelganligi uchun shu Nobelga yana ham motivatsiyalarini oshirish uchun maktabda Nobel degan tanlov tashkil qildik. Ya'ni tanlov qandayki, bola o'zi nima yangilik yaratsa, nimadir yasasa yoki yozsa, boshqa qilsa bizga olib kelib topshirsin dedik, toki aprel oyigacha. Biz buni sentyabrda e'lon qilyapmiz. Aprel oyigacha vaqtlaring bor, nimadir yangilik yaratinglar. Faqat bitta sharti, YouTubedan ko'rib narsa yasab kelmanglar, biz ularni tahlil qilib chiqamiz. Ishoning, bolalar shunaqa zo'r narsalar yasab kelib topshirishdi. 1-aprelgacha biz uni maygacha sortirib qildik, tekshirdik, boshqa qildikda. Undan keyin 20-may kuni, ya'ni o'sha Nobel eng zo'rini ajratib chiqdik. Va maktabda Nobel burchagi tashkilladik. Nobel olgan olimlarning rasmlarini terib chiqdikda, bitta burchagini bu sizning joyingiz deb qolgizib qo'ydik. Maqsad o'sha tanlovda yutgan bolani tarjimai holi bilan, rasmi bilan o'sha burchakka joylab qo'yish. Bu juda katta natija berdi. Birinchi yilda o'zida ajoyib samolyotlar, avtobuslar, mototsikllar, turli xil qurilmalar ishlab chiqishdi va olib kelib bizga topshirishdi. Juda katta natija berdi. Ya'ni shunaqa bolalarimiz ham. Faqat ularni to'g'ri yo'naltirishimiz. Kimdir fizikadan o'ta kuchli, lekin uni biz majburlaymiz, kimyo o'qiysan. Sababi uni ota-onasi yoshligida doktor bo'lmagan, bolasini ham doktor bo'lishini xohlaydi. Lekin u bolani biz fizikada yo'naltirsak, juda katta natija qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos qilardik, ota-onalar bilan o'tirib farzandingiz bilan gaplashing. Kim bo'lmoqchi, nima qilmoqchi? U hali yosh bola, 10 ga kirgan, 15 ga kirganda, 16 ga kirganda gaplashamiz deymiz. Lekin 15 ga 16 ga kirganda u kim bilandir maslahat qilib bo'lgan bu. Ya'ni o'z kelajagi haqida. O'zini kelajagini boshqalar bilan maslahat qilib, boshqa yo'nalishlarda ketgan. Siz xohlagandek bo'lmang.
Shuning uchun iltimos qilardik, ertaroq kichkina bu yosh bola demang. O'tirib, katta kishi bilan gaplashgandek gaplashib, maqsadlarini aniqlash kerak bo'ladi. Maqsadimiz xuddi shunga o'xshash. Aytyapmiz-ku, kuzatishlarimiz, pedagogikaga oid o'qigan kitoblarimizga mos tushmagan joylarini ota-onalarga yetkazish maqsadida shu narsaga qo'l urdik. Har juma Xudo xohlasa nimadir qo'yib boramiz. Ozgina bo'lsa ham sizga manfaatli bo'ladi.